Assalomu alaykum, hurmatli Amir Temur savdo markazi mijozlari. To'ngalarimiz kelgan. Xo'p, bu yoqda semizsetillarimiz har xil rangda, har xil fermalarda. Bu tarafda vannalar, poddonnalar. Suv filter EPAdan 5 ta bosqichli 1,8 million so'm kelishtirib beriladi. Bu tarafda turbalarimiz arzon narxlarda. Issiq suv 9,5 ming, sovuq suv 8,5 ming, 25lik, 20lik 5,000-6 ming so'm. Burchakka qo'yiladiganlar. Bu tarafda fittinglarimiz 20lik, 25lik atvortlar 1000 so'mdan. Amerikankalar. Bu tarafda ham barcha turdagi temir fittinglar. Zigon deysizmi? Bunaqa suvarishni atвод deysizmi? Bachonkalar har xil razmerda, kalsolar. Dush pardalar bor. Hop. EPAdan yangilik, yangi EPA radiatorlar kelgan, biometal 60 santimetrlik. Hop, bu tarafda rakvinalarimiz bor. Har xil sonda. Full komplekt moykamiz ham bor. Rakvinalar. Tez ko'rsatib ketishga harakat qilyapman. Bu tarafda albatta katyollarimiz kilovatiga qarab narxlar chiqadi. Do'q counter, to'kka va gazga ishlaydi. Bu yerda installyatsiya birinchi sort. Aristonlarimiz kelgan, ikki quloqli, ichida nержавейка tent. Narxi 1,150 ming so'm. 80 talik. 100 talik 1,270 ming so'm. To'rtburchaklari ham bor. Ozgina to'rtburchak varianti qimmatroq chiqadi. Hop, 80 taligi 1,350 ming so'm, 100 taligi 1,450 ming so'm, 50 taligi 1,150 ming so'm. To'rtburchak varianti. Oynalarimiz ham bor. LED oynalar 3 xil pasonda yonadi. Barcha Ariston mahsulotlari. Santexnika bo'yicha Amir Temur savdo markaziga murojaat qilaverasiz.